Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozir mana Shvetsiya parlamentining oldida vatanimizda bo'layotgan erkak qirg'inchiliklarning 19-yillar muzokara qilindiki Shvetsiya parlamentida o'qituvchi partiyalar va boshqa partiyalarningki shuning tayyorligini qilib, garchi yakshanbaga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa-mu, Shvetsiyaningki o'rnini to'g'ri tanlab parlamentning oldida namoyishiga tayyorlik qilyapmiz. Bu yerga o'sha Tibet qarindoshlarimizning faoliyatchilari, Tibet mustaqilchiliklari, Tibet mustaqilchilar, bizningki Sharq Turkistonning mustaqillikni xohlaydiganlar kelib bu namoyishga ishtirok qilyapmiz. Bizningki do'stlarimizdan Tibetningki mustaqillikni xohlaydigan bu do'stimiz Tibet faoliyatchisi, Tibet mustaqillikni xohlaydigan Mao yinidagi tug'an Shvetsiyadagi parlamentdan pensiyaga chiqqan Anita degan ayol degandek hozir Mao kiyimlarni kiyib Shvetsiya parlamentiningki Stokgolmda oldida bizningki vatanimizda yurgizayotgan erkak qirg'inchilikni to'xtab qolmaganligi davomli biz mana endi mushu Tibet mustaqilchiliklari bilan bundan keyin bo'lsa mushu bir mustaqillik ideyasida mangadigan tashkilotlar birlashib bu yerda faoliyat olib turadi. Men garchi tashkilotning a'zosi bo'lmasam-mu, men shu Sharq Turkistondagi bir shu turmada azar chekayotgan bir odamningki bir bolasi sifatim bilan o'zimga vakolatan bu yerga kelib bu namoyishchilarni bularni qo'llab qilyapman. Buni mushu Shvetsiyadagi nimaga mushu Shvetsiya shu Uyg'ur komitetiga olib chiqarsam saqapandim bilan ma'rifdiki Nijat Turg'un apandim, undan keyin ma'vo Tibetchilarningki faoliyatchilari mana qilyapti. Birlashib mushu oldimizdagi 19-yillar Shvetsiyada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi o'qituvchi partiyachilar bilan boshqa bir sosial partiyistlar bilan bo'ladi. Shuningga mushuni bir Shvetsiyada bir Uyg'ur irqiy qirg'inchiliginingki yaxshi bir natija chiqishi vatanimizga azob chekayotgan, ingrayotgan xalqimizga yana bir qaytam dunyodan bir yordam so'rash, bizning mustaqilligimizni asliga keltirish, bizning birdan bir chiqish yo'limiz mustaqillik. Mustaqillik bo'lgan chaqda mushu irqiy qirg'inchilikni to'xtatilganligi shundaq nima qilyapti? Kuchab mishada faoliyatlar ilib berilyapti. O'kinmi Tibet mustaqilchiliklarininki ashada berib gap so'zlar bo'lindi, yaxshi narsalar bo'ldi. Mana Xudoyim buyursa, kichik enalarimizdan tortib, mana mushadimiz o'z yolg'iz kelib, atagani Uyg'urlarning ichida xuddi mushadimizningkideklam kelib o'z yolg'iz qilib mishada hamma narsalarni yeb, hamma azroq baldir kelib yordamlashdim. Qilyapti ballar bilan yaxshi mana. Alloh rozi bo'lsin. Biz qarindoshlar yolg'iz to'g'rilam chiqib quruq gap qilmaymiz. Bizning o'zimizning amaliy qilayotgan ishlarimiz va parlament a'zolariga qayta yozayotgan xatlarimiz bor. Davlat bexatarlik organlari bilan bo'layotgan aloqamiz va har turli ishlarni biz mushu pardining oqida va pardining keyinida qilyapmiz. Endi bizning ba'zi bir chiqib Uyg'urcha qilayotgan gaplarimiz u faqat o'zimizning xalqini uyg'otish. Dunyo uyg'onib bo'ldi. Faqat Uyg'ur uxlayotdi. Uyg'ur texi unchalik pek uyg'onib ketgan yo'q. Dunyoni Prezident Trump efendim uyg'otyapti. Bütün dünya hozir Xitoyga qarshi birlik sap qurayotgan vaqtda bizning Uyg'urlarimiz o'zimizning nima ish qilyapmiz qarindoshlar? Uni men demasam sizlar ko'ryapsizlar. Bizning ekranga chiqib ba'ziki Uyg'urcha u davatgan so'zimiz faqat xalqimizni uyg'otish. Setilgan da'voninki, yolg'on da'voninki, butunlay burmalangan da'voninki asl niqobini biz ichib tashlab beryapmiz. Amaliyotda har qaysi davlatlarda har qaysi yuriki mustaqillik bilan to'lgan, mushu qon qisasga to'lgan qarindoshlarningki faoliyatlarni qilayotganliklari bor. To'xtab qolgani yo'q. Hech qachon bu ishlar to'xtab qolgani yo'q. Mana Mao Tibetningki faoliyatchilari bular nihoyatda bizningki birgalashib qo'llaydi. Bu mana Tibet mustaqilligini qo'llaydigan xonim, shundaqla bizningki Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llaydigan
do'stlarimiz degandek. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Undan turdingizmi? Qanday saqam yaxshimi? Undan turdingmi? Ana qarindoshlar. Biz nima ish qilishimiz kerak? Biz ko'zimizni ichishimiz kerak. Mo'shama mana yaxshi bir faoliyat. Endi xudo xolisa 19-yilda hozir men poskda tuxum bayrami deb kechikib ketib qoldik. Uni oldir qilolmabdik. 19-yilda mana shu Shvetsiya parlamentining ichida Uyg'ur qirg'inchiligi, irqiy qirg'inchiligi muzokara qilindi ekan. Shu chaqda amal va vaqtida ola olsak, ular qirg'inchilikni muzokara qilayotganda biz teshida turib, shunday faoliyat qilish uchun tirishimiz inshaalloh. Ölmegen canda ümit ba qarindoshlar. Xoinlar o'zlarining maydoni bo'yicha o'zlarining ishlarini qilaversin. Biz o'zimizning ishlarni qilamiz. Mana bular hammasi mustaqilchiliklar. Ma ayol Tibetlarningki mustaqillikni qo'llaydigan Anita degan shu mo'yin bir hamshadiki bir faoliyatchi ayol. Bu odammi Kurt adam, bu odammi doim og'izdan Doğu Turkiston tushmaydi. Shundaq Kurtlar bo'lingandek Uyg'urlar ham bo'linsin deb yaxshi nimalarni bayonotlarni qilgan bir parlamentdagi bir odam. Bu do'stimiz Tibet mustaqilchisi qizil beshig'i andaq nimchiga borgan. Ma ayol bizningki shu Shvetsiyadagi shu bu Sharq Turkistonninki mustaqillikni qo'llaydigan ayol. Mana qarindoshlar. Hozir yo'llarimiz ochilib, Shvetsiyaninki davlat bexatarlikdan tortib Shvetsiya parlamentgacha har qaysi shu o'ktichi olamda, o'ngchi olamda, so'ngchi olamda hammani yezyapmiz. Hamma yerlar kirib da'vatimiz, qo'limizdan kelgancha qilyapmiz. Bizdan kassa bizdan nima ketadi qarindoshlar? Hech nima ketmaydi. O'zimizning vatani, o'zimizningki ana tufurqi. Mana mana ziyorat qilyapti-da Uyg'ur qirg'inchiligini ziyorat qilib.